أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga beadad durudu salovatu salomlar bo'lsin. Assalomu alaykum aziz muxlislar, aziz obunachilar. Bugungi mavzuyimiz pulga o'qiladigan duo haqida gaplashib o'tamiz, tanishtirib o'tamiz inshaalloh. Duoni pulga o'qib sadaqa qiling. 1000 barobar bo'lib o'zingizga qaytadi inshaalloh taolo. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Ya xayral mas'ulin va xayral mutin irziqni varzuq iyali min fadlika fa innaka zul fazlil azim. Ya'ni shu duoning ma'nosi: Allohning huzuridan quvilgan shaytonning yomonligidan Allohga sig'inaman. Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan. Ey so'raluvchilarning eng yaxshisi va ato qiluvchilarning eng yaxshisi, menga rizq ber va o'z fazlingdan nasiba ato et. Albatta sen ulug' fazl sohibidirsan. Bu Qur'ondagi oyat emas, duodir. Har kuni joy namozida 2 rakat nafl namozi ado etgandan keyin iloji bo'lsa bomdod namozidan oldin yo keyinroq boshingizni sajdaga qo'yib o'qiladi va o'qilgan pulni sadaqasini bildirmay xat yozib duo so'rab tashlab ketiladi. Ya'ni o'sha o'qilgan pulingizni bitta konvert ichiga solasiz va duo qiling deb yozib qo'yasizda, keyin o'sha mushkuli bor odam yoki shu kerakli odamga, ya'ni puldan bu narsadan qiynalgan odamlarga tashlab ketasiz. Duo qiling deb ustiga yozilgan holatda. Inshaalloh taolo bu pulingiz o'zingizga 1000 barobar bo'lib qaytadi. Hammamizga sadaqa qilish nasib qilsin, sadaqa qiladiganlardan qilsin, ilohim ehson qiluvchi boylardan qilsin. Uyingizga tinchlik, xotirjamlik, qut-barakotlar, 2 dunyo saodatini yog'dirsin. Hammamizni pulimizga baraka bersin, topgan tutganimizga, davlatimizga barakat ato etsin. Allohu akbar. Ko'rishguncha.